Erta o'lim juda ko'p. Xo'sh, buning asosiy sababi nima? Bu borada fikrlar turli xil bo'lishi tayin. Lekin to'g'ri javob davleniya, yuqori qon bosimi, insult, infarkt. Davleniyani, ya'ni qon bosimini tushirish uchun ko'pchilik yillar davomida surunkali ravishda tanaffussiz hattoki dori ichib yurishadi. Nima deb o'ylaysiz? Tana nima qilayotganligini, nega davleniyani ko'tarayotganligini o'zi bilmaydimi nima? Aslida qon bosimining asosiy sababi quyuq, yog'li, shilimshiq, iflos qon. Bu holat esa yillar davomida yuzaga keladi. Buyraklar bunday sifatsiz qonni hayday olmaydi. Ularning iltimosiga ko'ra davleniya ko'tariladi. Aks holda bunday qonni mayda kapillar tomirlardan itarib o'tkazishning iloji yo'q. Odamlar esa dori ichib davleniyani tushiradilar. Paradoksni qarang. Quyuq, oqolmayotgan qonni miyaga, buyraklarga yetkazib borishi uchun tana maxsus davleniyani ko'taryapti. Chunki miyaning ham, buyraklarning ham kapillarlari juda ingichka, juda mayda. Ulardan bunday quyuq qon bemalol oqa olmaydi, o't olmaydi. Aynan qon oziqa moddalarini va kislorodni olib, miyadan tortib, oyoq uchigacha har bir hujayrani ta'minlash uchun yeldek yugurishi kerak. Yetkazib berish kerak. Organizm esa shunchalar mukammal, unikal biomexanizmki, u vaziyatni iloji boricha to'g'rilashga o'zi harakat qiladi. Lekin bizchi? Biz oddiygina hayot, tiriklik eliksiri, suvni normada, tanaga kerakli miqdorda ichmaymiz. Nimaymish? Hojatga yugurtirarmish. Bu shunday bo'lishi kerak-da axir. Dorilarni esa to'xtamay yutaveramiz. Afsuski, dorilarni bir umr ichib yurishlariga qaramay, odamlar baribir insult yoki infarkt bo'lishadi. Sizchi? Siz ham davleniya dorisini ichib, insult yoki infarktdan qutulib qola olaman deb o'ylayapsizmi? Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.